Putin va Zelenskiy sulhni e'lon qildi. Erondan keskin ogohlantirish. AQSh o'zining agressiv itini to'xtata olmasa, tinchlik kelishuvi yo'q. Jonimga tegdi. Starmer Tramp va Putinni keskin tanqid qildi. Dog'iston va Chechenistonda favqulodda holat e'lon qilindi. Afg'onistondagi suv toshqinlari qariyb 6000 oilani uysiz qoldirdi. Hormuz bo'g'ozi barcha uchun ochiq. Eron tashqi ishlar vazirligi. Tramp Eronga qarshi ommaviy zarbalarni qayta boshlash bilan tahdid qildi. Endi esa batafsil. Azizlar, uyingizga sifatli va hamyonbop narxlarda zamonaviy turdagi darvoza o'rnatmoqchimisiz? Unda sizga Namangan darvozalarini tavsiya qilamiz. Do'stlarimiz bir necha yillik tajribaga ega. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatib berish bepul. Ekraningizdagi ushbu raqam orqali bog'lanib, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Erondan keskin ogohlantirish. AQSh o'zining agressiv itini to'xtata olmasa, tinchlik kelishuvi yo'q. Eron Isroil Livanga hujumlarini davom ettirsa, tinchlik kelishuvidan chiqishi mumkin. Bu haqda Tasnim agentligi manbaga tayanib xabar qilgan. Manbaga ko'ra, Tehron Isroil tomonidan sulh shartlari buzilayotganini jiddiy tahdid sifatida baholamoqda. Agar Isroil Livanga hujumlarini davom ettirib, o't ochishni to'xtatish rejimini buzsa, Eron kelishuvdan chiqadi. Agar AQSh mintaqadagi o'zining agressiv itini to'xtata olmasa, Eron bunga o'zi yordam beradi. Zarur bo'lsa, kuch ishlatadi, dedi agentlik suhbatdoshi. Shuningdek, manba Eron qurolli kuchlari Isroilning Livandagi so'nggi hujumlarga javob sifatida ehtimoliy nishonlarni aniqlayotganini qo'shimcha qildi. Mutaxassislar fikricha, bunday keskin bayonotlar mintaqadagi vaziyat yanada izdan chiqishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Agar tomonlar o'rtasidagi ziddiyat kuchaysa, bu keng qamrovli harbiy to'qnashuvga olib kelishi ehtimoli saqlanib qolmoqda. Putin va Zelenskiy sulhni e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Pasxa bayrami sulhini e'lon qildi. Bu haqda Rossiya prezidenti matbuot xizmati ma'lum qilgan. Sulh 11-aprel kuni soat 16:00 dan 2026-yil 12-aprel kuni kun oxirigacha amal qiladi. Moskva Ukraina tomoni Rossiyadan o'rnak olishini kutmoqda. Putin Rossiya qurolli kuchlariga sulh muddati davomida jangovar harakatlarni to'xtatib turishni, shu bilan birga jangovar choralarga tayyor turishni buyurdi. O'z navbatida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham Pasxa bayrami oldidan front chizig'ida sulh e'lon qildi. Zelenskiy bu haqda 9-aprel kuni kechki nutqida ma'lum qilgan. Ukraina bir necha bor gumanitar choralar ko'rishga tayyorligini bildirgan. Bu yil biz Pasxa sulhini taklif qildik va shunga muvofiq harakat qilamiz. Odamlarga tahdidsiz Pasxa va tinchlikka erishish uchun haqiqiy qadamlar kerak, deb ta'kidladi Zelenskiy. Jonimga tegdi. Starmer Tramp va Putinni keskin tanqid qildi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer AQSh va Rossiya yetakchilari Donald Tramp va Vladimir Putinni tanqid ostiga oldi. Bu haqda YTV News telekanaliga bergan intervyusida gapirib o'tgan. Britaniya bosh vaziri Yaqin Sharqdagi urush keltirib chiqargan energetika inqirozi, shuningdek Ukrainadagi urush boshlanganidan keyin energiya resurslari narxining oshishi Buyuk Britaniya iqtisodiyotiga sezilarli darajada ta'sir qilayotganini aytgan. Butun mamlakat bo'ylab oilalar va korxonalar uchun elektr energiyasi to'lovlarining Putin yoki Trampning dunyo bo'ylab harakatlari tufayli goh ko'tarilib, goh tushishi jonimga tegdi, deydi Starmer. Hormuz bo'g'ozi barcha uchun ochiq. Eron tashqi ishlar vazirligi. Eron tashqi ishlar vazirligi Hormuz bo'g'ozi barcha davlatlar, jumladan AQSh kemalari uchun ham ochiq ekanini ma'lum qildi. Bu haqda Eron tashqi ishlar vazirligi rahbar o'rinbosari Said Xatibzadeh Britaniyaning ITV telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, xavfsiz o'tish uchun kemalar Eron harbiylari bilan muvofiqlashtirilgan navigatsiyadan foydalanishi lozim. Har bir kema bo'g'ozdan xavfsiz o'tishi uchun zarur ehtiyot choralarini Eron rasmiylari bilan kelishib olish kerak. Uning ta'kidlashicha, bu choralar AQSh va Isroil hujumlaridan so'ng ko'rilgan harbiy tadbirlar, jumladan minalar joylashtirilishi bilan bog'liqdir. Ularni olib tashlash uchun vaqt kerak. Shu vaqtga qadar Eron xavfsiz harakatlanish uchun maxsus xaritalar va yo'nalishlar taqdim etishga tayyorligini bildirgan. Xatibzadehga ko'ra, ruxsat barcha davlatlar kemalariga tegishli bo'lib, dushmanona harakatlar kuzatilmagan taqdirda cheklov qo'yilmaydi. U hozircha bunday alomatlar yo'qligini ham qo'shimcha qildi. Afg'onistondagi suv toshqinlari qariyb 6000 oilani uysiz qoldirdi. Afg'onistonda kuchli yomg'irlar sabab yuzaga kelgan suv toshqinlari 5700 dan ortiq oilaga zarar yetkazdi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti xabar qilgan. Tashkilotning 9-aprel kuni bergan bayonotida so'nggi toshqinlar mamlakatning 32 viloyatini qamrab olganini, BMT yordam guruhlari esa joylarda favqulodda yordam ko'rsatish uchun safarbar etilganini bildirgan. Xalqaro migratsiya tashkilotiga ko'ra, hozirgacha 500 ta oila boshpana va zarur
zaruriy vositalar bilan ta'minlangan. Qutqaruv hamda yordam ishlari esa davom etmoqda. Afg'onistonda yog'ingarchilikning keskin ortishi va kuchli suv toshqinlari nafaqat qurbonliklarga sabab bo'lgan, balki ko'plab oilalarni boshpanasiz qoldirib, tezkor va keng ko'lamli gumanitar yordamga ehtiyojini yanada oshirgan. Qayd etish joiz, Afg'onistonda so'nggi vaqtlarda tabiiy ofatlar tez-tez sodir bo'lmoqda. Xususan, joriy yilning 3-aprel kuni Badaxshon shahridagi 6 balli zilzila oqibatida 8 kishi halok bo'lgandi. Qolaversa, mazkur zilzila O'zbekistonda ham sezilgan. Dog'iston va Chechenistonda favqulodda holat e'lon qilindi. 9-aprel kuni Rossiyaning Checheniston va Dog'iston respublikalaridagi suv toshqinlari sababli federal miqyosdagi favqulodda holat rejimi joriy etildi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vaziri Aleksandr Kurenkov e'lon qilgan. Mavjud vaziyatni va eshitilgan ma'ruzalarni inobatga olib, Dog'iston respublikasi va Checheniston respublikasi hududidagi holatni federal xususiyatga ega favqulodda vaziyat deb tasniflash va federal darajadagi chora ko'rish tartibini belgilash to'g'risida qaror qabul qilindi, deydi vazir Maxachqaladagi yig'ilishda. Tramp Eronga qarshi ommaviy zarbalarni qayta boshlash bilan tahdid qildi. AQSh Eron sulh shartlariga amal qilmasa, avvalgidan ham kengroq va kuchliroq zarbalarni boshlaydi. Bu haqda Amerika prezidenti Donald Tramp ma'lum qilgan. OTC'da yozishicha, haqiqiy kelishuvga erishilmaguncha Amerika qo'shinlari, kemalar va samolyotlari allaqachon ancha zaiflashgan dushmanni halokatli ta'qib qilish va yo'q qilish uchun kerak bo'lgan barcha vositalar Eron yaqinida va yaqin sharqda qoladi. AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance aniqlik kiritib, agar Tehron Hormuz bo'g'ozini to'sishda davom etsa, Washington sulh shartlariga amal qilmasligini bildirgan. Kelishuv bu o't ochishni to'xtatish, muzokaralar biz taklif qilayotgan narsa, ular tomonidan esa bo'g'ozlarni ochish. Agar bu amalga oshirilayotganini ko'rmasak, prezident bizning shartlarga amal qilmaydi, dedi Vance. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh Eronga agar u halol muzokaralarga rozi bo'lsa, ko'p narsani taklif qilishga tayyor.